Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza, kutib oling bizni. Aka singilmiz, juda inoqmiz. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. O'ynab tolmaymiz, kulib o'ynaymiz. Hafiz va Hafiza. Kunlar o'tdi ro'zgacha, zerikmaymiz to'yguncha. Hafiz va Hafiza. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. Yangi ilmni o'rganamiz. Islom bilan tanishamiz. Hafizni quchoq tutib qoldi. Birinchi qism. Bo'la qol. Juda og'ir ekansan. Bu kecham kulgili emas, Niko. Nima qilyapsan o'zi? Ko'ryapsan-ku, harakat qilyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, boshim. Voy. Meni kechir. Voy. Voy. Hafiz, senga nima bo'ldi? Meni kutilmaganda quchoq tutib qoldi. U nima degani o'zi? Hafizda kutilmaganda hichoq paydo bo'lgan. U istalgan vaqtda bezovta qilishi mumkin. Balki ko'proq suv ichib ko'rarsan, Hafiz. Bir, ikki, uch. Alloh Hafizga o'zing yordam ber. Voy, u 4 stakan suv ichdi. Ha. Nafasini ushlab tursen-chi. Bunday ham qilib ko'rdi, ammo hichog'i qolmadi. Balki Hafizga o'zimiz yordam berarmiz. Axir qanday qilib? Hichoqdan qutulish uchun biror chora topishimiz kerak. Xo'sh, u qanday chora ekan? Unga chidab yordam berishni istaysizmi? Unda bizga qo'yib bering.
Hmm? Xavotir olma, Hafiz. Biz hichchoqdan qutulishingga yordam beramiz. Albatta, buning biron chorasi bo'lish kerak-ku. Sen xotirjam bo'l, Hafiz. Hichchog'ing ketish uchun kutilmagan sovg'a beraman. Bo'ptimi? Xo'pmi? Hozir. Chorasini topamiz. Sabrli bo'l, Hafiz. Allohdan yordam berishini so'rab duo qil. Xo'pmi? Albatta, Hafiza. Robbim Alloh shu hichchoqni ketkazgin. Amin. Davomi bor.